Shimoliy Koreya Rossiyaga 3000 askarning jo'natilishini e'lon qildi. Urush kengaymoqda. 2025-yil 7-oktyabr. Shimoliy Koreya Rossiyaga 3000 nafar qo'shimcha askar yuborganini rasman e'lon qildi. Bu harakat Ukraina urushi fonida Pxenyangning Moskvaga bo'lgan harbiy yordamini kuchaytiradi. Shimoliy Koreya Mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, askarlar Rossiya armiyasi bilan birgalikda Kursk frontida joylashtiriladi. Pxenyan bu yordamni strategik ittifoq deb atadi. Harbiylar maxsus tayyorgarlikdan o'tkazilgan va jangovar tajribaga ega. Kursk viloyatida bo'layotgan janglarda Shimoliy Koreya askarlari halok bo'layotgani haqida xabarlar kelmoqda. Norasmiy manbalarga ko'ra, o'nlab askarlarning jasadi Shimoliy Koreyaga qaytarilgan. Yaradorlar soni ortib bormoqda. AQSh va Janubiy Koreya rasmiylari Shimoliy Koreyaning bu harakatini keskin tanqid qildi. Ular bu yordamni urushni kuchaytiruvchi xavfli qadam deb atashdi. BMTda Pxenyan harakatlariga nisbatan yangi sanksiyalar muhokama qilinmoqda. Harbiy ekspertlar fikricha, Shimoliy Koreyaning Rossiyaga askar yuborishi global xavfsizlik muvozanatini buzadi. Bu Pxenyangning xalqaro izolyatsiyadan chiqishga urinishimi yoki urushni kengaytirish strategiyasimi? Hozircha noma'lum. Shimoliy Koreya Rossiyaga askar yuborishi bu oddiy yordammi yoki yangi bosqichmi? Dunyo bu savolga javob izlamoqda. Biz esa voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.